أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد النبي الهدى ورسول المودة صلاة الله عليه إلى يوم الدين أما بعد Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hürmetli televizyon köyücü karındaş biraderlerimiz, bu katımka dersimizge yine hoş kimsler. Bizdeki bu katımka dersimizdeki esası mevzui ayallah'ınki ayallah kılışkı tegişlik, yani Allah'a alakadar boğan bazı meselelerinki üstüde doktorumuz. Hem de aldığımız dersimizde nikah, kitabın nikah deyimiz, yani nikah üstüdeki geldik. Bu nikahda nikahındaki ferzleri, adapları ve onun kandak kılış kılmazlık diğerledek üstüde toktalgandık. Onun deyken her iki taraf, yani aldığım təqdim deyip öykürüp boğan deyken ki ikisininki ailede ortak hak hukukları birbirinin üstüdeki. Onun deyken ayalınınki üstüdeki hak hukukları, onun deyken erninki ayalla üstüdeki hak hukukları diyen mezmunun üstüde toktalgandık. Hadiremde erlerninki ayallarninki üstüdeki hak hukukları diyen mezmunu kip toxtağan boğandayken bu ayallarga alakadar bazı bir meseleler var. Şu meselelerinki üstüde toxtalımız. Aslında İslam dinininki talimat ahkamlarınki hemmisi ayal, her işkelisi okşaş. Bu yerde hiç kanına bir ayrımcılık yok. Mesela iman etiş, Müslüman buluş, ibadet kılış diğerledek hemmisi okşaş. Kur'an hadisteki ahkamlar, talimatlarınki emir fermanlarının hemmisi ayal, hemmisi okşaşmağı yer şu lafzinin yüzü erlerge kartılgan bolsumu erlerninki telaffuzniki içinde, yani Arap tilde tağlip deydiğin bir adet var. Şunu asasen erlerinin üstüde deyilgen erlerge kılınan hitap bolsumu onun içinde ayallar olurdu. Hiç kana bir fark yok. Şimdi ayallarınki bu erler bilen farkı her taraftan mevcut. Yani beden kuruluşu, psikolojik ve onun başka her taraftan ayallar erlerge çok okşumaydı. Bu taraftan karga vakti özüde ayallarga alayida bazı bir ahkamlar şer'i taraftan bekitilgen. Şu katada tarat ediş, namaz okuş, zakat beriş, rozu tutuş, hac kılış diğerlerden ibaret olan bu ibadet, bu ahkamlarda biz uyada ayallah hem erlerge okşaş tarifi asas olan diken ayallah okşamaydıgan tarif olan bolsa biz bunun üstüde bir kadar tepsili toxtalgandık. Hem de şuna bolsun hem de yine ayallah'a alakadar bu ahkam, bu kitaplarda, burunki derslerde dilinmeyen bazı bir meselelerinki üstüde biz toxtalımız. Bazıları dilgen buluşu mümkün hem de. Tarat edişte her işkelisi okşaş. 4 tane ferz, onun başka sünnet, mustahab, şunu da tarat sinduruş. Diğerli de hemmisi okşaş olur. Lakin gusuluq ya vakti üzere hemmimizin bunun üstü toxtaldık. Ayallarınki çeçebek, yürüklük, çin, yürüklük olan vakit bolsa, o çağda jünga vakti üzere onu çoğumasıyla çaşniki tehdige su yetküzüş arkalık bunda joluşçu boludu deyip bunun üstüde hem toxtaldık. Hem şunu da gusuluq kılış ve onun başka heyizdar, yani adet, körüş, nefas ve onun başka istihaze diyen meselelerinki üstüde hem toxtalgandık. Onu deyken namaz meselesi de mi? Hemmisi okşaş. Şuna bolsun hem de namazda ayal her işkelisideki her işkelisi kılışkı tegişlik olan
farz, mana bu vacip, sünnet hammasi o'xshash. Uning o'xshamaydigan tarafini ham shu yerda ma'lum darajada to'xtaldik. Hozir endi Muşan to'xtalgan bo'lgandan keyin ro'zaning ustida, ham zakotning ustida, hajning ustidami to'xtaldik. Endi hozir shu to'xtalgan masalalarniki ba'zi masalalar qilib qolgan bo'lsa, mana buning ustida bir qadar to'xtalamiz. Bu yerda har ayolniki yuzini, mana bu yerda bu ayollarni erlardan ayirib etish yoki uni töven ko'rishdan iborat bo'lgan kufrning cahiliyetninki ta'sirdan ibaret olan bu iş yok, bu İslam dini hergiz yok. Hergiz İslam din ayollarını pesleştiriyor, pes gördüğün, onu harlaydıgan, çet kakıdığın, unda bir haletteki din çok emez. Aslında İslam din, ayollarını hörlük, azatlıktan ibaret olan, ademigerçilik bir meydana götürüp çıktı. İslam dininki, barlık geliş, şu zamanı qarsak, şu vaqtlarniki üzde ayollar qandaq holatda ekanligini bizga çok ma'lum. Hem şunu da kemdi. İslami cemiyet, İslami shunday bir toplum, yani bir cemiyet bo'lmagan yerdiki, yani kufur hakimiyet sürüvatkan yerdiki cemiyetdeki, devletdeki ayollarga qarab baqsak, o ayollarni qandaq ezib, qandaq aldab, shaxsiy menfaatiga o'ziniki shahvat, menfaatiga qanday xizmat qildirayotganligini, ulini o'ziniki qo'lidagi bir xil axlatga o'xshash mushundaq huzur halovat elib foydalayotganligini buni ko'ryapmiz. Bu islom din bundaq ayrimchilik, bundaq sinib ayirish, bundaq har ko'rish, bundaq yani past ko'rishdan iborat bo'lgan bundaq ideya, bundaq muomalaga tubdan qarshi. Hemmimizge ma'lum Allah Teala insonninki atisi olgan Adem aleyhisselamni öz qo'li bilan yaratgan. Uningdan Havo onamizni yaratgan. Yaratgan bo'lgandan keyin har ish kelsa yer shariniki ustida Allohga vakolatan xalifa bo'lib, bu yer sharini yana idora qilishdan iborat bo'lgan bu ishni ikkisiga qo'ygan. Shu vaqtdan tortib aslida ayol har ish kelsa bir-biriga o'xshash. Bu endi. Biz endi ayollarga alaqadar meselelerninki üstüde to'xtalgan vaqtni o'zida bu meselelerninki ba'zi tarafini gunoyi kebira, ba'zi bir ishlari gunoyi sag'ira, ya'ni ba'zi bir ishlarni qat'iy qilish kerak degan bir qancha taraflarni o'z ichiga oladi. Endi gunoyi kebira bu Qur'oni Karim, hadisi Rasulullohda bekitilgan gunohlar. Bunu da ittifoq Kur'an, hadis, ayetlerninki hem hadislarninki hemmisi de aniq ta'kidlagan gunoh kebiri deb u bor. Undan boshqa gunoh kebiri bo'ladigan, mushu gunoh qandoq qilsa, qandoq gunoh kebiri bo'ladi. Buning ustida ulamolarimiz o'xshashmagan fikrlarda ko'p bo'lgan. Ham gunoh kebirini tunishtirishda qandoq, 40 qandoq ish gunoh kebiri bo'ladi. Buningdimi her xil tunuşlarını o'ttirg'uchi qo'ygan. Yani demek, yani bununki ayollarga aloqador masalalarning ustida ba'zi masalalar var. Kur'an, hadisda qat'iy to'sqan. Buni qarta olimlarimiz bu ne qilib qolgan bo'lsa gunoh kebir bo'ladi degan. Endi bir narsani aniq bilib olishimiz kerakki, Kur'an, hadisda o'ttirib qo'ygan amr farmonlarninki hammasi, buyruqlarning hammasi farz yoki vojiblarni bildirmaydi. Bunun ishida farz, vaciplarını bildirdiğin emir ferman talimatlar var. Hem Kur'an'ın içinde mi sünnet yoki mustahab ahkamını bildirdiğin talimat ahkamlar çok var. Bunu qanday o'qimiz? Bunu o'qidigan kishilar faqat şu dini alim bo'lib, bu usulü din ve usulü fiqh ve usulü tafsir degan mushu usullarni rasmiy bilgan adam bunu hüküm çok kalalaydı. Bir adam Kur'an'ı yoki hadisi tercüme kılıpla şunu kartta bu adam hüküm çıkarıp zat kılmasak bulmaydı ya farz vacipken deyiş bu tüpten hata. Kur'an'a hadisga tefsir kılırken siz şu tefsir kılışınki bir usulü var, hem düşündürüşünki bir usulü var. Siz şu usulüden düşünürseniz, şu usulüden düşünüp anadaki hakka cemaatke depersiz işçi bundan olur. O
u yerda men bilib oldim deb o tarafdan o'zingizni kallasi kelgancha Qur'onda borkan, hadisda borkan deb kaskan emas, ma'ni qilsang anda bo'ladi, ma'ni qilsang manda bo'ladi, buni dindan chiqadi yoki anda deyish bu tüpte nima islom dinininki prinsipiga qarshi. Biz bunga men alohida dikkat qilishimiz kerak. Endi ayollarniki ustidan bunda to'xtalishimiz. Chunki ayollar bizniki ya afimiz, ya ojisanimiz, ya qizlarimiz, ya ayolimiz shu bo'ladi. Endi ayollarniki tabiatida erlarga o'xshamaydigan bir qancha ojizlik nuqtacha bor. Bir narsaning ta'siriga uchrab ketadigan, ko'p vaqtlarning o'zida tafakkur qilishga vaqt chiqarib bo'lmay, ya'ni vahmiy quvvat deymiz. Vahmiy quvvat, ya'ni sirtdagi narsalarni ko'rish orqali shu bo'yicha ish qilsam bo'ldi deb ketadigan, mushunda bir qancha taraflardan mana tabiiy ashuna bir ojizlik nuqta bo'lgandan keyin bu ojizlik nuqtalarni mana insoniyatniki dushmani bo'lgan shayton va undan boshqa islomniki dushmani bo'lgan mushundoq ahli salib va g'arib kofirlar, g'arbdan iborat olan kofirlar mana bu yerni tutish orqali mana musulmon yaxshi ayollarga har tarafdan hujumchi qilyapti demdi. Mana hujum qilish orqali ayollarni mana go'llab, ya'ni aldab, ayollar ozotligi, ayollar tashkiloti, ayollar erkinligi deganlik mushundoq nom bilan ayollarni har xil tarafdan, aqidasidan, axloqidan, muomalasidan buni buzib, mana islomiy axloq, islomiy mana muomala uchun amal qilmaydigan, mana har xil shaklda buni qiziqtirish orqali mana bu shu dovzaqqa qichiradigan mushu kishilarniki ta'siriga uchrab ketib qolgan yaxshi mo'min va musulmon deyotgan ayollarni chu ko'ryapmiz endi. Endi ayollarniki masalasi bir qadar endi murakkab. Mushundoq bo'lgandan keyin buni endi Qur'on, hadisda men alohida o'rinni chu egallaydi bu masala ustida. Bunuga nima qilishimiz kerak? Diqqat qilishimiz kerak. Ayollarmi mana bizga o'xshash, mana har tarafdan ahkam tarafda o'xshash bo'lgandan keyin bizning maqsadimizmi, hammamizning maqsadi jannat kirish, Allohning rizolig'i izlab, ham Allohning rahmati bilan jannat kirishdan iborat bo'lgandan keyin bularniki mushunda qarab turib xato ishni qilish orqali mana do'zax kirib ketishni hammamiz uchun qilmaymiz, xohlamaymiz. Shuningdek erlarmi shundoq, ayollarmi shundoq, ayollar yani erlarga shundoq da'vat qilish majburiyati chu bor. Buni ochiq oshkora Qur'oni Karimda chu deyilgan. Buniki hammasi erlarniki ustidagi mas'ul emas. Ayollarmi men amr bil ma'ruf nahi anil munkardan iborat bo'lgan bu majburiyatni qilishga mukallaf. Bu erlar qiladi, ayollar turib qoladi deydigan ish yo'q. Bu to'g'rida Qur'oni Karimda aniq men oyat bor. Biz endi hozir to'xtalayotgan ba'zi mushu masalalar, ayollarga aloqador bo'lgan ba'zi masalalarniki o'zi, ba'zi masalalar gunohi kabira. Ba'zilari gunohi kabir bo'lmasa qilishga bo'lmaydigan bir ish. Endi bu gunohi kabirni qilib qolganlikniki o'zidan bir odam dindan chiqib ketmaydi. Ya'ni Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadisda ayollarga nisbatan mundaq qilinglar dedi. Yoki qilishga bo'lmaydi, qilmanglar dedi. Mana buni o'qib turib bir ayolniki qilish yoki qilmasa, o'shan o'zida bu ayolniki o'zi gunohi kabir o'tkazgan bo'ladi. Yoki gunohi sag'ir bo'lgan bo'ladi. Buning bilan u ayolniki o'zi dindan chiqib ketib murtad bo'ladigan ish yo'q. Ammo u ayolniki o'zi mushunda bir xato, gunoh, ma'siyatni qilib yoki Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ham Alloh taolo Qur'oni Karim degan amr farmonlarni qilmay mushunda ish qilib qolgan bo'lsa, gunoh kabirni o'tkazgan bo'ladi. Agar u ayolning o'zi tövbe qilib qolgan bo'lsa, tövbesi maqbul bo'lib, u dunyoga mana pokiza holati uchun bor demdi. Ya'ni demak, bu yerda hadis ya Qur'on, hadislarda buyurgan narsaniki hammasi gunoh kabirning uchun bildirmaydi. Ba'zilar gunoh sag'ir va to'sqan narsaning hammasi harom yoki gunoh kabirlikni uchun bildirmaydi. Uning ichida gunoh sag'ira bo'lganlar uchun bor. Endi bir adam gunoh sag'irniki o'zini gunoh kichkam gunohlar. Bu gunohniki o'zini davomli qilavergan bo'lsa, bu tabiiy holatda gunoh kabirga aylanib ketadi. Ya'ni bir ayol mana bir gunoh sag'irniki o'zini yengil sanab, bu ishning bo'lmas, gunoh sag'ir bo'lgandan keyin shundaq namoz o'qisak yoki tarat olsak, zikr tasbih etsak, kafarat yo'qolib ketadi
deb bunda bir şekilde undaqan bolsa bu günahın üzü sagir olsunmu? Lekin o ayolniki üzü o günahını mene çoğun sanamay, onu yengil sanap kichik sanaganlığı üçün, közü ilmganlığı üçün bu günah kebirgi çok aynıp ketidi. Endi bir günahınki çoğun yoki kichik bo'lishi bu nisbiy, hem qilmoqchiga adamniki qandaq adam, qaysi maqsadni qildi, hem buniki zaman hem sharoitga bog'liq, mushtaq qarab bekitilgan bir narsa. Bunun için şuna bu alimlerimiz günah kebiri degan nemu, sag'iri degan nemu degan bu mazmunu tunishtirishda men har xil ko'z qarash bo'lgan. Biz endi ayollarga aloqador bo'lgan birinchi masala tahorat. Endi tahorat yani pokizlik. Bulupmu mana bu erlar qarg'a vaqtning o'zida ayollar mana alohida pokiz bo'lish kerak. Buningga mana İslam dinida alohida taklif qilib buyurilgan. Ana o'g'andagi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hadisida at-tuhuru shatrul iman. Mana pokizlik degan iymonninki yerimi degan hadis shu bor. Biz bu hadisning ustida mana oldingi darslarimizda mana 40 hadisni to'xtalgan. Ana o'g'andagi ayollarniki asli hammish ayollarniki qo'lida chiqqan bo'lgandan uyning ishlari, yemek, içmek ve onun başka asas iş ayollarga qaraqli bo'lgandan keyin mana ayollarniki yüzüniki yeri bilan davomli o'tish, obdan o'tish shu ayollarga bog'liq bo'lgandan keyin ayollar mana har tarafdan pokiz bo'lishi, pokizchi bo'lishi, ratlik bo'lishi, kir munda pastki bir narsa bo'lmasi kerak. Mana ayollar bunga nima mukallaf, erlar mukallaf. Lekin erlar qarg'a vaqt o'zida ayollar bir qadar unuğa mükellefçi bolu demdi. Mana öyneki pakiz, yoki paskana, ya kir, ya sesiq burak, va hakaza ratsiz. Muşunda bu işniki asas mana manbasi ayollarga bog'liq. Ayollarning engida bulupmu mu'min, musulmon deb o'zini da'vo qilayotgan mana ayollar mana qolgan kishilarga, qolgan kufr, mana ayollar mushrik ayollarga va g'ayri muslim ibaret olan bu ayollarga ulgurchi bo'lish kerak. Ulgu bulup her taraftan pakiz oladigan, adam bo'lsa mushundoq pakiz holatda bo'lsa bo'g'idek degan darajada javob bo'lish kerak. Mana buningda Alloh taolo va payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mana oyat hadislarda pakiz bo'lishga mana oyat hadislar nihoyat jiq. Shuning uchun mana namoz o'qishdan burun birinchi bo'lib farz bo'lgan narsa nima? Tahorat edish, pakiz bo'lish. Buningga mana ayollar tehimi mükellef bu bir kadar mene yukurçu bulu demdi. Hem de ayollar yemek içmek muşu aşkanlıki işini asasen ayollar kıladigan bo'lgandan aşkanlıki neme lazım, qandaq narsa işiltidi bu ayollarga bog'liq. Shu qatorda hamda ayollar shu aşkanlık işlerini qiladigan, etadigan muşta ish bo'lgandan işletken narsaniki ichida haram bo'lgan narsani qattiq ishlatmasi kerak. Uningki biri mana qochqucha. Qochquchaniki oltin, kumushdan iborat bo'lgan mayli pichoq bo'lamdi, mayli cho'k bo'lamdi, mayli qo'shiq bo'lamdi. Qandoq bir narsa bo'lishdi qattiq nazar bu oltinni uyninki ashyosi qilib, masalan, o'choq oshxonniki naskarahlari yoki uyninki naskarahlari yoki bo'lmaydi bir soat yoki bo'lmaydi yoki mushundoq bir oltinni zebu zinnat mushundoq narsniki o'rnini mushundoq narsa ishlatishga qattiq dursa emas. Buningga ham ayollar uyni tutish asos ayollar bo'lgandan keyin ayollar buniga diqqat qilish kerak. Mana bu to'g'rida Ummu Salima radhiyallohu ta'ala anhudan shunday rivoyat qilgan bir hadis bor. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shuna degan: "İnnellezi yakulu ve yashrabu fi aniyati zahabi vel fiddati innama yujarjiru fi batnihi naru cehennem." Ravahu Muslim İbn Majah. Ummu Salima radhiyallohu ta'ala shuna deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shuna degan ki, "Mana oltin, kumush, oltin qochida, mana oltin, kumush, oltin qochida yeb ishgan adam o'lgandan keyin mana u odamningki qo'sig'ida do'zaxningki o'ti jirinlaydi" deydi.
Yani kıyamet günü o adamniki qo'shig'ini ichida o'tniki devzaning o'ti jar qilib ovoz chiqarib mushundoqcha bo'lib ketadi deydi. Unda o'g'anda ekan shu kumush qoch kucha, kumush ashyo, uy ashyolarni yoki oltin mushundoq narsalarni ishlatib qolsa bu odam buningki jazosini mana o'lgandan keyin shu dunyoga borgan vaqtning o'zida siz bu dunyoda mushuni ishlatgandingiz deb mana do'zaxniki o'ti u odamniki qo'shig'ining ichiga kirishga sabab bo'ladi. Qo'shig'ining ichiga mana mushundoq kirish sabab bo'lgandan keyin buni qilishga qat'iy jo'b bo'lmaydi. Shuning uchun bundoq bir qoch-qucha, masalan chuka yoki vagaza zodi mush ayollarniki mush bilayzik zib-zinnatdan boshqa qolgan har qanday uy ashyolari deyli bunda bir narsani ishlatishning o'zi mayli kumush bo'lsin, mayli oltin bo'lsin, bu qat'iy nima u durust emas. Bu nima u harom ulamolarimizningki deyishcha. Ham Uzayfa radhiyallohu ta'ala anhudan rivoyat qilgan bir hadis. U odam shuna deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shuna dedi. Sizlar jipak rahni keymanglar va jipak rahniki nepiz jipak rak va qalin jipak rakdan iborat bo'lgan bundoq bir narsani kiyim tikish orqali o'zingni keysanglar bo'lmaydi. Ya'ni erlar ishlatishga qat'iy bo'lmaydi. Erlarga xitob qildi Payg'ambar alayhissalatu vassalam. Yine Peygamber sallam dediki oltin va kumush qochida sizlar suv, yemek, içmek, yeydigan, içidigan bir ishni qilmanglar. Va bunun qochisidan bir narsa yemanglar. Chunki oltin qocha, kumush qochidan iborat bo'lgan mushundoq narsani ishlatish bu dunyoda kofirlarning ishi, bu kofirlarningki ishi bo'ladi. Ammo sizlar bu dunyoda ishlatmasangiz, u dunyoga borgan vaqt o'zida Alloh taolo sizlar ishlatishga ruxsat qildi. Sizlar u yerda u qochicho ba deb Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mushundoqcha degan. Unda bo'lgandan keyin ayollarga nisbatan uy tutish, shu oshxona ishlariga buni mas'ul bo'lgandan keyin mana bularningki mushu qoch-qucha uy ashyolari mana o'zniki zib-zinnatdan boshqa har qanday bir narsa oltin, kumushni ishlatish qat'iy durust emas, qat'iy nima u harom. Er kishilarning mana oltinni ishlatishi, jipak rahni kiyish qat'iy durust emas. Mayli er kishilar uzuk bo'lsin, mayli mana zanjir bo'lsin, qanday soat bo'lsin, mayli qanday bir narsani oltin shaklidagi bir narsani ishlatishga bo'lmaydi. Ama kumush kelgan vaqtning o'zida er kishilar mana uzukni ishlatsa bo'ladi. Mana bu qolgan narsani ishlatishga oltinni hargiz bo'lmaydi. Buni diqqat qilish kerak. Ammo ayollar kelgan vaqtning o'zida ayollar o'zininki zib-zinnat mana shundoq zanjir, shundoq uzuk deydigan, halqa deydigan bunda bir narsani oltin, kumush qilib ishlatsa u ruxsat. Mana jipak rahni ayollar ishlatsa kaysi bo'ladi. Ammo erlarniki ishlatishga bu qat'iy nima emas, u durust emas. Endi ayollarga aloqador bo'lgan yana bir masala. Mana biz ayollarniki odat ko'rish masalaniki ustida to'xtalgandik. Bu darsimizningki islomda ibodat degan darsimizningki bosh tarafida bor. Ya'ni ayollar qandaq vaqqa, ya'ni ayollar odat ko'rsa qandaq bo'ladi, uninki muddati qanchalik jiq, ya'ni muddat, uninki oz muddat qanchalik, qandaq holatda meni odat ko'rgan bo'ladi deganlikning ustida to'xtaldik. Biz hozir hamda to'xtalgan ayollarga aloqador masalaning birisi hamda odat ko'rib qolgan vaqtning o'zida ayollar bilan mana eri qat'iy jinsiy munosabat o'tkazishga mana bo'lmaydi. Mana ayollar mana har oyda ko'radigan bir odat bu. Mana bu Alloh taolo bekitgan mana bu odat. Mana har oyda mana ya 4 kun, ya 5 kun, 6-7 kun ko'rdi. Mana mushu ko'rgan vaqtninki o'zida ayollarninki o'zi shu odat ko'rgan ayoli bilan shu erininki jinsiy munosabat o'tkazishi qat'iy durust emas. Bu nima u? Harom. Alloh taolo shuna deydi. Va yasalunaka anil mahid qul huwa azan fa'tazilun nisa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurna
فَاِذَا تَتَحَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْسُ أَمَرَكُمُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. İyi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ola silidin hez bup kalgan ayallığa yakındaçılık kısak bolamdı, bommamdı. Hez adet kürüp köygen ayallarımız bilen cinsi münasebet ötketsek bolamdı, bommamdı da muşu bula silidin çoğu soraydı. Ama bu soraştaki sebep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye gelgen vaktimizde Medine'deki bu cemiyette şu Arap müşriklardan başka Yahudi hem Nasaralarımı çoğu boğan. Yahudi Medine'de, Medine'nin etrafında bulubat. Hem de Yahudiler, Nasaralar yüzniki itikadı asasen Yahudiler olsa yüzniki ayalı adet kürüp kalan vaktimizde hiç kanda vaktimizde bir öyde turup yemek hiç kan hatta ki bir öyde yaşkı bombaydı da karaytemdi. Yüzün ayalı adet kürüp kalan başka öyde turutemdi. Cinsi münasebet kılışık ayadı tutsun hatta ki yiyişiş bir daskanı bir nersi yiyiş olturuşuş hatta ki bir öyde turuşku bombaydı da karayt. Yani bu kepemdi şu Medine'deki şu Arapların tesir kılan. Kandakta bu dep. Şimdi Nasara'a gelsek, Nasara hadidi çekilin eşi. Bu Nasara dinin itikat kılan bu kişiler, bu kişiler ayallah meyli adet köremde, kövmemde, kandak vatı konu tassa, her işkellerden konu tassa, cinsi münasebet ötkesse boludu deydiğen, bununla bir göz karaşı var. Bu göz karaşındaki tesirge şu Medine'deki Araplarını uçurgan. Uçurgan diken anladıkken bu Araplar bu işini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sorgan. Ya Resulullah müşündak bizim ayallarımız adet kürüp kalan vaktin üzerinde biz kandak kılımız digen. Digen vaktin üzerinde derhal Allah Teala ayet düşürüp bu ayetin düşürgen. Düşürüp Allah Teala şuna dedi. Kulu huve ezen. Desile Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu adet olan bolsa o eziyet yani paskılıdır. Yani paskın neyse? Anna oğandaki sile ayallarının ölen adet köyge vaktin üzerinde bir taraf bulana. Onu ölen cinsi münasebet ötkezmana. Her gün cinsi münasebet ötkeziş bulmaydı. Ve ulağa yakındaçılık kırıp cinsi münasebet ötkizden işini çok kılmana. Bu kılmasına ula pakiz boğan kadar. Yani adeti toşkan kadar resmi toştu, toxtu de diyen kadar yani toxtap, juyunup, yağı bulmaydı toxtap bir 5-10 minut, yarım saat ötkendiğin anındayken cinsi münasebet ötkesen çoğu buludu deydemdi. Şimdi kaçan ki bu ayallah, yani bu ayallarına pak olsa, yani adetten toxtap, adetin çıkan olsa, sile şu ayallağa silini Allah buyruğun yerden kilanla. Yani Allah Teala yani aldım təqdim degəndiyken er ayal ikisi yakındaşlık kılışta buyurgan bir cay var. O cay kavu şu cinsi aza. Yani ayal kişinin cinsi azası. Şu yeri çoğu kilona. Onundan başka yeri kaysanlı çok bulmaydı dedi. Yani bu yerde Fa'tuhunna min haysu emerakumullah. Yani siz ayallarınıza şu bir caydayken Allah sizin buyurgan caydın kilona deydi. Yani buyurgan cay kavu. Yani emimiz gibi malum. Ak tarafçı emez. Jadi kelanlar. Cezmen Allah Teala tövbe kılışlarını yaxşı gördü. Şunu da yüzünü naiti pakiz tutkan kişilerini Allah yaxşı gördü deydi. Anda oğandayken ayallarının yüzü adet kürüp kalan vakti yüzü paskın oğandayken pakiz boğandayken anlık pakizlik ayrılınır. Böyle pakiz boğandayken anlık kelanlar bu çanın yüzüde onda bir işine kısana bu doğru olan buldu. Allah bunda işini çok yaxşı gördü deydi. Yani demek bu ayetinki yüzü de ayal kişininki yüzü müşündak adet kürüp kalan vakti yüzü de onunla cinsi münasebet ötküzüşke kattici bulmaydı. Bunu ayallar yüzü adet köyde kövmedi kandak oldu ayallar yüzü bildi. Şu bu meseleninki yüzü ayallara alakadar boğan bir neymi o mesele. Şunun için bundak vaktin yüzü de yakança bunda bu kesimi yani bu katli kılışkıcı bulmaydı. Eğer ayal kişinemdi. Ayal kişi ayal kişininki yüzü ötkenki dersimiz dedik. Ayal kişi yüzüninki iyirge katli boysuniş gerek.
Boysunluğa vaxtın üzüde mene masiyat, günah, haram bolğan näsi bolmasa andakin boysunudu. Eğer günah bolğan, masiyat bolğan, haram bolğan näsiga uçan üzüde eri boysunsa, eri buyursa, onu qattiq qilmaslik kerak. Qilmasa uçanınki üzüde ayalğa men savapçı ban. Erim bu nima qildi, buni buyurdi deb boysunishqa qattiq bo'lmaydi. U chog'da boysunishdagi o'zi shu ayolga nisbatan nima bo'lgan bo'ladi, yoda harom bo'lgan bo'ladi. Endi bu yerda endi ayol buni o'qib turib unumabdi. Kishi qo'pib, yani men odat ko'rib qoldim, men saqaymadim, pokiz olmadim desam unumay, u chog'ning o'zida eri mana bu jinsiy munosabat o'tkazishga mana nima qilibdi, majburlabdi. Eğer o ayal olmasa uçan üzüde kişi o ayalını harlaydıgan ya urdugan ya ki acırışıp ketişten ibaret olan talak meselesi bu uçanın üzüde kip çıkarken. Uçanın üzüde bu ayalga guna bolamdı, bommamdı desek, mene bolamdı, bommamdı diye vaktinki üzüde mene onundan de ayal eğer aşında bir aleti bup kalgan bolsa kişi çok günahkar. Kişi meni haram işte kan boldu. Hem mecburluğan boldu. Ayal kişi eğer meni urdu, yoki nima qildi, yoki talig'im beradi, yo qo'yadi deydigan bunda bir andish bo'lgan bo'lsa, ama o yerda o gapni rasmiy qilib o chog'da o ayol kishiga eriga desa, o chog' to'xtaydigan bo'lsa, shunda qilish kerak. Endi uni qilmay, o chog'ning o'zida uni qism unmay, erim shunda qilmay, bo'lmasin qotaman deb, ana shunda qilgan bo'lsa, o chog'da ayol kishi gunoh bo'lamdi, bo'lmamdi. Gunoh bo'ladi. Günah bo'lgan vaqtimizda bu gunohni qanday qilish kerak? Qanday qilish kerak degan vaqtimizda Ibn Abbas radhiyallohu ta'ala anhu rivoyat qilgan bir hadis bor. Mana bu Ibn Abbas radhiyallohu ta'ala anhu shuna deydi. Bu zot payg'ambar alayhissalatu vassalam rivoyat qilgan bir hadis shuna deydiki, payg'ambar shuna degan. Bir kishi o'ziniki ayoliga haiz holatda, ya'ni odat ko'rib qolgan vaqtda kelgan bo'lsa, u odam 1 dinar sadaqa berdi deydi, gunoh o'tkazib qo'ygan ekan. Yoki yerim dinar mana bu yerda nim berdi, sadaqachi berdi deydi. Endi 1 dinar degan nima endi? Ya'ni 1 dinar, ya'ni 20 misqal. Anda o'g'anda ekan 1 dinarniki o'zi hozirgi sharoitda, ya'ni 4 misqal, 4 gram atrofidagi, ya'ni 4,5 gram, 5 gram atrofidagi oltin. Bu 4,5 gram, 5 gram oltinniki qarshilığıdaki narsani bu adam derhal sadaqa qilib bunu berib o'tishi kerak. Berib o'tishi kerak. Ondan keyin bu ikkilisi o'tkazib qolgan yoki ayoli o'tkazgan mushu gunoh shuningdan bu yerda nima bo'lgan bo'ladi, bu yerda kafforat bo'lib, yo'qchi bo'lgan bo'ladi. Endi kafforatni keltirib chiqqan qiliqniki o'zi bu yerda nima u? Haram. Bu yerda haram. Kur'an'da mı sizler hezar adetteki ayallarına qattiq yaqindochilik qilmanglar, onu uchun herkes bir tarafı bunun yaqindochilik qilsang bo'lmaydi dedi, bu emir farman. Hani shunday qilib qolgan bo'lsa, buningki kafforati bu deb payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mushtaqcho degan. Endi ba'zi ulamolarningki ko'z qarashicha bu ayol kishi agar ashunday majburlab turib olgan bo'lsa, eri ashta holatda gunohchi bo'lmaydi degan ulamolarimiz çok ban. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki hadisida rufi'an ummetil hata ve nisyan ve mastukrihu aleyh degan hadis var. Bu hadiste Peygamber sallam mening ummetimden bir adam hata qilib bir ishni qilgan bo'lsa, yoki unutulib qilib bir ishni qilib qapti, yoki qilish tegishli bo'lgan ishni qilmabdi. Yoki o adamın o'zi bir ishga majburlanibdi. Majburlab, agar sen bu ishni qilmasang, sening bir yerini sundiryapman, yo turmuga evatimiz, yoki o'ltiryapmiz, yoki mening manchiq jarimani qo'yyapmiz deb anjda majburlagan bo'lsa, mana bu sababdan o adam shu ishni qilib qolgan bo'lsa, buning gunohini Alloh ko'taryapti deydi. Ya'ni Alloh so'ramaydi deydi. Mushu hadisga asosan, agar eri ashunda qilib turgan bo'lsa, meni ba'zi ulamolarimiz deyishicha bu hadisga asosan ayolga uchun gunoh olmaydi. Gunoh kimga bo'ladi? Eriga uchun qatma-qat bo'ladi deb ulamolarimiz mushtaqcho qaraydi. Endi ayollarga aloqador bo'lgan yana bir masala hezdor, ya'ni ayol kishiniki o'zi balog'atga yetgandan keyin biz endi
İslamda ibadet degan dersimizniki, mushu namozniki ichidagi yalaqi öğretini yepish degan bapta, yani dersimizde bunun üstüde to'xtalsak mı hozir yana qaytadan bunun üstüde to'xtalamiz. Endi bir qizningki o'zi balog'atga yetgan vaqtimizda mana bu o qizga namoz o'qish farz bo'ladi. Bu namoz o'qishniki shakli hammasi erlar qandoq o'qigan bo'lsa %95% atrofida hammasi o'xshaydi. Yani ba'zi bir 4-5% atrofida o'xshamaydi. Shu qatorda endi ayol kishi mana qiz bola balog'atga yetgandan keyin öğret joylarini yepib namoz o'qish kerak. Öğret joylarini yapmay turib namoz o'qigan bo'lsa, mana bu ayol kishiniki o'zi mana cho'ng gunoh mana o'tkazgan bo'ladi. Hem bu namozningki o'zi mana maqbulcho bo'lmaydi. Bunaqa diqqat qilish kerak. Endi bu ayolning o'zi odat churib qolgan vaqtning o'zida mana bu ayol kishi balog'at yetdi degan gapni biz bir qancha qator o'ttirib qo'ydik. Ya'ni qizvolniki o'zi balog'at yetdi degan gap, ya'ni uningdan mani chiqdi degan gap. Mani chiqdi, mani 9 yosh chiqsin, 10 yosh chiqsin, 11, 12, 13 yosh, 15 yosh, 16 yosh chiqsin. Shu chiqqan vaqtdan boshlab bu qizning o'zi balog'at yetgan bo'ladi. Ama o narsa chiqmay turib, o qancha yosh cho'ngib ketsa-mi, agar u chiqmagan bo'lsa, u balog'atga yetmagan bo'ladi. Mana diniy islomningki ahkomi balog'atga yetgandan keyin mukallaf bo'ladi. O'chan o'zida shuchan o'zida namoz o'qish va qazoqish, o'rat joylarini yepish degan gap shu chog'da mukallaf. Shu chog'da qilmagan bo'lsa, anadan keyin bu qizning o'zi gunoh kabirni o'tkazgan bo'ladi. Alloh bundan so'raydi. Eğer balog'atdan burun o ishni qilib solgan bo'lsa, o'chal gunoh bo'lmaydi, hech qanday bo'lmaydi. Endi ba'zi bir ishlarda mana balog'atga yetgandan keyin qilmasligi mumkin deb balog'at yetkishlik ba'zi bir ishlarni qildirish orqali o'rgitish, u nima u durust, ya'ni odatlantirish. Masalan namoz o'qitish, masalan yog'liqcho chigdirish deganidek bunday bir ishni qilish bu afzal. Buningda bunu neymiş bunda kıldığında Allah ne mukmaydı bu ya soramaydı. Endi şu ayol kishiniki o'zi balog'at yetganda namoz o'qishniki o'zi farz. Endi bu yerda Alloh taolo bu ayollarga rahmat qilib har oyda bir qator bo'ladigan ish bo'lgandan keyin agar ayol kishi hezar holatda namoz vaqti kirib uni qilsa, bu ayolningki hez holatda namoz o'qishi qat'iy durust emas. Namoz o'qimaydi, ham u namozdagi qazosini qilmaydi. Mundaq rahmat qilgan. Nima uchun? Chunki undaq zaroit bo'lavergandan keyin o'chaning o'zida ayollarning qazo qilsin desa, o'chaning o'zida ayollarga eg'irchilik bo'lib qoladi deb Alloh bunidan ko'tarayotgan. Bu to'g'ridan deb ayol kishi odat ko'rgan vaqtimizda mana namoz o'qish, ro'za tutishga qat'iy bo'lmaydi. Bu qat'iy durust emas. Bu to'g'rida mana Abi Said radhiyallohu taala anhudan rivoyat qilgan bir hadisda shuna deydiki, mana Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shuna degan: ayol kishiniki shahodati, ya'ni bir ayol kishiniki guvohchiligi bir kishiniki guvohchi, yarim kishiniki guvohchiligi bo'ladi degan vaqtning o'zida voy shundoq degan. Bu ishninki bundaq bo'lishi ayollarniki aqlniki kamtikligidan bo'ladi degan. Bu aqlning kamtikli qanday bo'ladi degan vaqtning o'zida payg'ambar sallam sizning biringlar hech odat tushirib qolsa namoz o'qimaydi, ro'za tutolmaydi emasmi? Namoz o'qiy olmaydi, ro'za tutolmaydi emasmi degan vaqtning o'zida mana bu ayollar deganki, voy shundoq ya Rasululloh, rost biz odat ko'rib qolgan vaqtning o'zida mana bu hozir bu yer muqimlish bo'lgan bir masala, biz ro'za tutmaymiz, namoz o'qimaymiz degan. Endi bu yerda ma gapni deyishi şu İslam cemiyeti olan Peygamber sallamniki hayat bağ vakitteki cemiyette ayol kishilarniki odat ko'rgan vaqtniki o'zida namoz o'qimaydiganligi, ro'za tutmaydiganligi umumlashib bo'lgan. Umumlashib bo'lgandan keyin bu yerdagi bu hadis mana namoz o'qishga hezar ayollarniki, odat ko'rgan ayollarniki ro'za tutishga qat'iy bo'lmaydi. Yana bu to'g'riliq yana bir qancha yana hadis var. Yani Muaze deydigan bir ayol o'tgan tabiinning qatoridan bu ayol shunday deydi: men Ayşe radhiyallohu taala anhadan shunday so'ragan edim. So'rab shunday degan edimki,
bu ayollar hez ko'rib qolgan vaqtning o'zida mana Ramazonniki qazosini qiladi ekan, ro'zaniki qazosini qilmaydi ekan, bu qandoq ish bu degan vaqtda Ayşem degan ki Ayşe radhiyallohu ta'ala anha bu ish mana payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan biz birga bo'lgan vaqtda bu ish bo'ldi. Bo'lgan vaqt o'zida mana shu bizni mana namozni, ro'zaninki qazosini qilishga, ya'ni ezar holat turib Ramazondan ro'za tutolmagan bo'lsa, uning qazosini qilishga, namozniki qazosini qilmaslikqa mana mushundoqcha buyurildi. Buyurilib payg'ambarimiz buyurib umumlashtirib hammadan mushtaqchi o'ziniki ayollari bor, qiz bola qilib mushtaq ishqicha buyurib bo'ldi, mushtaq holat shakllangan. Sen bunu undaq nima uchun Ramazonning qazosini qilib namozning qazosini qilmayman desangchi bo'lmaydi deydi. Endi xo'sh, endi bu ayol o'zi ro'sh yezar holatda, odat ko'rgan holatda turib, bu ayol mushna namoz o'qibdi, ro'za tutibdi. Bu gunohkor bo'lamdi, bo'lmamdi degan vaqtning o'zida agar u ayol shunday yezar holatda turib, ba'zi bir xato fikrninki ta'siriga uchrab, yine zamanımızda bana ayol kishi mana odat ko'rib qolsam namoz o'qiydi, ro'za tutib bo'laverdi deydigan. Mana mushu fikrga ishonib, xato fikrga, ozg'un fikrga, mana o ayolning o'zi ro'za tutibdi, namoz o'qib qanday qilib gunohkor bo'ladi? Chunki u ayol payg'ambar sallallohu alayhi vasallamninki mana bekitmagan bu buyruqqa men unmagan bo'ldi. Bu tubdan xato o'tkazgan cho'ng bo'ladi. Bundaq ayol kishi bundaq fikriga uni ma'qul deb ketmasiga, bundaq ishdan o ayolniki o'zi qattiq saqlanishi uchun kerak. Endi ayollarniki yana bir aloqador yana bir qancha masala bor. Bu ayol masalalarniki ichida ayol kishi aslidan tabiatida yaxshi, ya'ni go'zallikni, chiroyli bo'lishni shundoq ubdan yaxshi ko'rdi. Endi buningda shayton o insonda bo'lgandan keyin asli Alloh taolo "Valaqad xalaqnal insana fi ahsani taqvim." Biz insonlarni eng go'zal bir qad qomat qilib yaratdik dedi. İnsanlarniki mushu qad qomatniki yuzi nima u go'zal. Go'zal bo'lgandan keyin bu ayollar bu go'zal keçini şundaq çaş qurub, "Bundaq qısan, texmi güzel oldu" deb az durdan iş çoğ bo'lmaydi, olmaydi. Hozir bu iş men nimib ketdi, o'jab ketdi. Agar men mush ishni qilib qolgan bo'lsa, bu haqiqiy men musulmon, mu'min degan ayol kishi meni bu o'ziga loyiq bo'lgan amallarni qilmagan cho'ng bo'ladi. Meni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu to'g'rida bir hadis shuna deydiki, "La'anallohul vasilata val mustavsilata val washimata val mustavshimata." Allah çaç ulatkan, çaç ulatkan, çaç ulugan, yani çaç ulatkan degeni o adam, o ayol çeç kıskı keme uzatıman dep aşı çaç uzatıdığan yerge beripti. Çaç uzatkan, çaç uzat işini kesipni çok kıgan. Şundak bir yani aşkan. Şunundak men çekken, yani men çekken hem menni çok çektüyken. Men çekiş arkalık kesip kep bunun pul tapet ekan. Bu ayolga hem bu meni çektirmen deb şuyaga kelgan ayollarga Alloh taolo la'nat qildi deydi payg'ambar. La'nat qildi degan bo'lgandan keyin la'nat qilish degan gap, yani Allohning la'nati bo'ldi degan gap, Allohning rahmati, yani g'azibi, rahmati bo'lmay, g'azib bo'ldi degan gap. G'azib bo'ldi degan gap do'zaxga kirdi degan gap. Mal'un degan gapning ma'nosi cho'ng bu. Yana bu hadis yana İbn Mesud radıyallahu ta'ala anhu'da rivayet qilgan bir hadis var. Bunun ham shuna degan. La'anallohul washimata val mustawshimata val mutanammisat val mutafallijat lil husn al mughayyirat xalqalloh degan. Payg'ambar mushta degan. Alloh taolo mushdaq badanga man chekkan, qarqur qilib, chak tuygan, chik ishini qilgan, shuningdek mushu tishini mening tishim satib qapti deb o'zining asli yaratilgan shakldagini o'zgartib, mushtaq qilgan, qirib kasb qilgan ayollarga Allohning la'nati bo'lsin.
Shuningdek, mana tishini inchkilatgan bu ayollar va mangchak tuygan ayollar, mana go'zallikni mushta o'zgartgan ayollar. Yani Allah'nınki xalqini al-mugayyirat li xalqillah. Allah'nınki şu ayolni qanday yaratgan bo'lsa, uni o'zgartib, men mundaq qilsam go'zal bo'ladi deb, mushundaq o'zgartgan kishilarga Allah'nınki la'nati bo'lsin degan. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem lanet kıldı degan. Degan vaqtimizda şu gapni anglayotgan Ibn Mas'ud radhiyallohu ta'alaning gapni anglayotgan bir ayol varken, şu ayol şu yerda darhol qo'pib, mana buningga Peygamber aleyhissalatu vesselam lanet qilsam, men nima uchun Peygamber sallam lanet qilgan? Shu kishiga men lanet qilmaydiganman. Chunki Alloh taolo o'zining kitobida va ma atakumur rasulu fakhuzuhu va ma nahakum anhu fantahu. Alloh taolo shunday degan. Sizga payg'ambar nimani akagan bo'lsa, Allohning dargohidan deb, uni nim qilinglar, tutinglar. Nimani to'sqan bo'lsa payg'ambar sizlarni uningdan yeninglar degan oyat tursa, unda u payg'ambar ham mushta la'nat qilsin deb, bunda turdagi ayollarga la'nat qilsin, men nima uchun qilmaydi ekanman deb, meni mushtaqcho degan. Ana bu yerda vasilat dedik. Vasilaga vasala degan gap arabchada, ya'ni chash ulug'an. Yani yüzündeki çeçi batılıqın bu çaşını texime cık kılımen deb, çaşının üstüge sünni yoki adamdaki çeçin ulaş arkalık yüzündeki güzelliğini köstimen deb, onun maksidi de erlerini özlemini celep kılımen, meni çıraylık tutsun deb, mundaq ayollar çoğun buludu. Hem şu işini kıgan, yani şunda dukan içip kıgan ayollar, hem şu işini kıldırman deb kelgen ayollarım okşaş. Bunun işi çok keldi. Vasilat, mustavsilat deydi. Vasilat degan ulug'an, ulug'an kasbni qilgan, mustavsilat degan shu ishni men qildirman talab qilib, do'konga kelib shu ishni qildigan ayollar. Ham qilib kasb qilgan, do'kon ochib, ham shuni qildirayotgan mushtari deb, xaridor deb qo'yotgan kishilar degan bo'ladi. Vashimati degan, vashama deydi. Mushunda jingninki uchiga shundoq bir narsa qilish orqali bu bedendeki yalak terinin içi mushundaq tıkıp bu yerda qora bir narsa qilish. Mayli yüzüge olsun, kalpik olsun, bedeninki qayriga olsun. Hozir shundaq ahmoqlar chiqdi hamda Xudoyim Allah mushundaq güzel bir bedende bersa, bu uni yaratmay, shundaq qari quruq qilib, uni bo'yab, shundaq bir narsa chekish orqali bedenni satlashtirayotgan. Bu hammasi islom dinida bu nima o? Haram. Bu haram. Endi bu yerda mutafellicat dedi bu yerda. Mutafellicat degan, mana tishini, mana chiroyli bir tish tursa, buni undaq qilaman, mundaq qilaman deb, uni doktorxonaga yo u yerga berib, uni qisqartib yoki kengaytib deganlar, mushtaq qilishniki o'zi nima bu? Bu umi xato ish, bu mu xato. Yine Peygamber sallam namisat dedi. Namisat degan, o'ziniki Alloh taolo shundoq bergan qishiniki o'zini buni chiroyli qilaman deb, qishning atrofini terib, mushuna inchki uzun qilaman deb ya tikib, mushunda qilgan kishiniki o'zini arabchada namisat deydi. Ya'ni namisat va mustamilisat. Ya'ni shu ishni qilayotgan ham qildigan. Shu ishni qilib pul tepayotgan, do'kon ochib, mayli er bo'lsin, ayol bo'lsin, mana er bo'lsa asli haram, o ayollarning bedeni tutishning o'zi. Bu boshqa gap. Shuni qildirib talab qilayotgan kishilarning o'xshash buning ichiga kirgan bo'lib, bu Allah'nınki, Resulünki lanetiga nima qiladi bu yerda? Uchraydi. Endi shuningda hamda bu hadisda al-mutagayyirat xalqalloh dedi. Mana Allah'nınki xalqini o'zgartgan ayollar dedi. Allah'nınki xalqini o'zgartib, yani Allah shunda chiroy yaratibdi. Yaratgandan keyin bu ayol qo'pib, bir yani ush qilaman, ya bir yani kam qilaman debdi. Mana mushuk qilishniki hammasi, mesela estetik, güzellik deydigan bir şeytani bir gap bilan hozir musulmon ayollarni mushundaq vayronchilik qiladi deb harom ishni qildirish orqali deb erlarni bak chiqamdi. Kafir deydi, bilimi deydi, güzellik salonu deydi, o bilimi deydi. Mushundaq qilish orqali ayollarni ham o'zimi gunohkor, ham o ayollarni gunohkor qilib, mushundaq qilsang güzel bo'lasan deb ba'zi voy güzel bo'ldi desa, voy güzel bo'lgan şeymen deb hech qanday bir farqi yo'q. Bu ma'lum muddatda badan degan ma'lum bir muddat kelgandan keyin o'ziniki xususiyati va narsini men yo'qtish tadrijiy bo'ladi hamda. Tadrijiy bo'ladi.
Bunun da ben bedenimnin bir yer boşap getipti. Onu içki bine sıkıp çıngıtımen, kötürümen. Ya ki söngüçüm, ya ki bedenim, uyurum, ya yüzüm, kalpugum, kaşım, muşu, kapıgımni ben yardırımen. Dep muşunda kırışniki üzü tüptün nemi o hata. Eğer bunda bir iş bağlan bolsa, eğer ayalla derhal bunun tövbe kılış neki bir nemsi şu işini eğer asli keltiriş mesela kötüyegen yoki çıngıtkan yoki binaskan ne bolsun evettiş asli keltirish imkon bo'lsa derhal shuni asli keltirish undan bunda ishni katta ikkinchi bir qatimcha qilmaslik kerak. Ondan keyin bu tövbecha bo'ladi. Bo'lmasa agar unda ketib qolsa o dunyoga o'shaning o'zida do'zaxga kirib ko'ydamdi. Do'zaxga kirib ko'ydi. Shuning uchun mana bunday ishlarni uchun saqlash kerak. Mana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisi da mana hozir acayip bir qiliq paydo bo'ldi Allohga. Mana tırmaqni o'stirmay erish. Bedenniki tükünü östürüp atmay vaqtida erishninki yüzü peygamberlerinki sünneti degan. Endi bu sünnetga asosan ayollar hozir men tırmaqlarni har xil uzatib qolsa hövüs kagidek ama o'zi güzelendi. Uni har xil shakl uzatyapti. Bunun içinde ayollar bu tırmaq va kazaki näsin güzellikni qolgan bo'lsa, o'chan o'zi rangi olmagan näsini boyaqni işletish orqali buni qischa bo'ladi. Badaniga surkab o'qisa. Ama asli badanniki yüzünü uni kamaytiman, cho'ngaytiman, qisqartiman, chinqilaman deb olaman, sangilab qapti deb o'tirib bunda qilishcho bu İslam dinida buni qat'iy durustcho emas. Mana buni nima qilish kerak? Dikkatli qilish kerak ayollarimiz. Ayollar üstüde to'xtalgan dersimiz Allah kadar mesele üstüde to'xtalgan dersim müşahidelik olsun ve yeni bir qatar görüşkiçi her birilerini Allah'a emanet kıldık ve ahiru da'vana enelhamdülillahi rabbil alemin.